Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Biz bugun sizlar bilan Turk adabiyotining YouTube namoyandalaridan biri Mehmet Olaqoshning Peshonamdagi nur asari haqida so'z yuritamiz. Peshonamdagi nur bu insonning o'zini anglash, hayotning asl mazmunini topish va ma'naviy uyg'onish haqidagi ta'sirchan asar. Ba'zan inson hayot shovqinida yashab, umrining qadriga yetmaydi. Ammo taqdir uning oldiga sinovlarni qo'yganda, u o'ziga muhim savollar bera boshlaydi. Men kimman? Nima uchun yashayapman? Hayotning haqiqiy ma'nosi nimada? Asar qahramoni ham ana shunday savollar qarshisida qoladi. U boshidan kechirgan og'ir sinovlar, ichki kurashlar va ruhiy iztiroblar orqali hayotga yangicha nazar bilan qarashni o'rganadi. Qahramon moddiy dunyo bilan ma'naviy dunyo o'rtasidagi bog'liqlikni anglab, qalbidagi nurni izlaydi. Asarda insonning e'tiqodi, sabri, tavbasi va o'zligini topish yo'lidagi izlanishlari chuqur tasvirlangan. Muallif kitobxonni o'ylashga, hayotning har bir lahzasini qadrlashga va ezgulikka intilishga chorlaydi. Peshonamdagi nur oddiy voqealar haqida emas, balki har bir insonning qalbida kechadigan kurashlar haqida hikoya qiladi. Bu asar kitobxonga hayoti, maqsadlari va qadriyatlari haqida qayta o'ylash imkonini beradi. Agar siz ham hayotning mazmuni, inson qalbining qudrati va ma'naviy kamoloti haqida mulohaza qilishni istasangiz, Peshonamdagi nur asarini o'qing. Balki bu asar sizda o'zingiz izlayotgan nurni topishda yordam beradi.